الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun sura Al-Imron'ninki 174-oyatiga keldik. Ilgirki oyat mu'minlarninki, mu'min sepininki meselenin mahiyetini düşünüp bu mesele qanaqdır ikki davlat normal odatdagi ikki davlat o'rtasidagi urush masalasi yoki ikki jamoat o'rtasidagi ta'talash urush kurash masalasi emas, balki ilohiy yo'lning tamsilchilari bilan odatdagi uning qarshi chiqqan kishilar o'rtasidagi urush ekanligini tunib yetgandan keyin bu yo'lning haqiqiy tamsilchisi bo'lish uchun va bu yo'ldagi yordamga Allohning va'dalariga erishish uchun haqiqiy tamsilchi bo'lishning salohiyatini o'zida hozirlashning kerak ekanligini tunib yetgandan keyin eng oxirida buning ifodasini hasbunallohu va ni'mal vakil degan oyat bilan qana qilgan oxirlashtirgan. Ya'ni mu'minlar o kadar tavlandiki bu tecrübede, o kadar ders aldı ki, o kadar savak aldı ki, mesele güç meselesi emez. Mesele Adem sani meselesi emez. Belki mesele mümin sepininki hakiki ölçemge toşuş meselesi ekanligini tunib yetgandan keyin düşman tarafdan kelgan o kadar vasvassalar, voy düşmanlarning soni o'lib ketibdi, sizlarga qaytadan hujum qilgudek, sizlarni tip yildizni qo'rqitib o'tgandek bir muncha odam to'plabdi degan bu qo'rqinchlarga qanday javob qaytug'andi? Ilgirki oyatning eng oxirisida hasbunallohu va ni'mal vakil, Alloh bizga yetarlik degan shaklda javob qaytug'andi. Bu mu'minlarninki nijotlik erishishning ochiqlik bir noktasi, bir burilish xarakterlik bir tarafi bu. Allah subhanahu va taolo buning natijasini bugungi darsimizdagi 174-oyatda bizga shunday ifodalaydi. Astag'firu billah. Fanqalabu bi ni'matin minallohi va fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallohi vallohu zu fadlin azim. Yani mu'min o dereceye yetken vaqtida, mu'minning iymoni o dereceye yetken vaqtda, bu yo'lning xarakterini tushungan vaqtida, o'zining kimligini, qaysi sapda turayotganligini, kimlar bilan kurash qilayotganligini va o'zining kimni tamsil qilayotganligini tushungan vaqtida mu'minlar ana shunday ifodada bo'ladi. Har qanday narsa, har qanday bir qo'rqinchga nisbatan uni hech narsa qo'rqitmaydi. Har kuch o tamsil qilayotgan kuchning oldida hech narsa emas. Hasbunallohu va ni'mal vakil bularning shu oruludu. Ana shunda bir holatga kelgandan keyin nima ish oldi desa, fanqalabu bi ni'matin minalloh. Allohning ne'matiga erishdi. Ahvol o'zgardi yana bu yerda. Allohning ne'matini olib qaytdi va Allohning fazli marhamatiga erishdi. Ular hech yomonlik yetmedi, hech qanday bir musibat. Qaranglar, birinchi kunisi Uhudda mag'lub bo'ldi degan bir ko'rinish o'rtaga chiqdi. 70 odam shahid oldi. İkinci günüsü şu bulanı yendik deb mag'rurani qaytgan shu qo'shinning keynidan qo'g'lidi. Taqa aytsalam o'tirdi, vaqt o'tmadi. Bugungi urushdagi mu'minlarning tunishi, idisi, ko'z qarashi, iymoni, ishonchi va tushunchisi bilan aytsa ularning keynidan qo'g'ilgan vaqtdagi holatlar o'xshamaydi. Aytdagi vaqt bular haqiqiy o'zining kimligini tungan, tünügün ötküzgen hatalıklarını tunup yetken, meselenin prinsipini düşüngen bir halet oğa çıkar. Mağlup boğandın keyin, g'olib qo'shinning keynidan qo'g'lab, ularni qochirish va bu aralıqda bularga hech qanday bir xafalık musibatning yetmasligining o'zi bularning nusrat yordam bo'lganligining, nusratga loyiq bo'lganligining va shuning natijasida nusrat kelganligining, Allohning ne'mati va fazli marhamatiga erishganlikning aynan aniq bir shakldagi bizga qanday qilinishi ko'rinish ifodasi. Allah subhanahu wa ta'ala vallahu zu fadlin azim. Allah büyük fazli merhamet egisi. Yani ayette ben biraz tercüme jarayonida meseleni biraz sizlarga qanday qildim aydınlaştırdım. Emniyet bu mesele
Allah subhanahu ve taala bu aydınlaştırış, tasqaş, ayırış, biz deymiz ya bir narsani tasqab, şakili bilan mag'izni ayıramiz ya, oldingi kunlikdagi, ya'ni Uhud jangi jarayonida bir tasqash oldu. Bir ayırış oldu. Nachir bu yoqqa, yaxshisi bu yoqqa, kishilarning qanaqligi ayrildi. Bu bir musulmonlarga nisbatan bir tecrübe oldu. Bu tecrübeden keyin Hamraul Asad degan joyigacha musulmonlar, yani hisobda mag'lub bo'ldi deb qarilayotgan musulmonlar g'alaba qildi deb qarilayotganlarning keynidan, kuparlarning keynidan qo'g'lidi. Ammo oldingi kunlikdagi jangga kirgan holat bilan ma qo'g'layotgan vaqtdagi holat o'xshamaydi. Oldingi kunlikda xatoliklar bor. Biz buni jiqdab o'tdik ilgari darslarda. Hozir bular tecrübeden savob qildi. Meseleni düşendi. Endi bular Allah'ның pervişiga o'tdi. Yani qo'g'ladi. Kelgan vasvasalarga parvo qilmadi. Chunki qarshi taraf psixik hujum qilish uchun bular shunday xabarlarni avatdi. O'zining shaytonlari orqali. Voy ular sizlarga ajoyibcha qo'shinni to'plabdi. Qaytadan hujum qilgudek Mekke'den yordamchi qo'shin kelibdi. Bunun hammasiga nisbatan parvo qilmadi. Chunki bular o'zining kim ekanligini tushungandi. Bulardagi kuchning qanday kuch ekanligini tushungandi. U qadar ishonch qildiki, buning bizdagi ifodasidan bo'ldi deganimdek hasbunallohu va ni'mal vakil. Ya'ni bular o'zining insonligidan chiqdi. Atrofidagi bularni mag'rurlantirgan har qanday bir kuch deb qaralgan narsalardan bular chiqdi. Bular xolis, biz faqat mu'minsab, ilahiy yo'lning tamsilchilari, Allah bizga yetarlik degan nuqtaga keldi. Shuning bilan Robbining parvishiga o'tdi. Allah buni har doim o'zining yordami bilan ta'minlab turadigan bir yerga keldi. Bu qitimliq tajribada sahobalar, Rasulullahning oilasi hammasi iman tushunchasidan bir yutum doğrunu içti. Bütün meselelerini muşnu bilan qana qildi, hal qildi. Biz necha darslarda dedik, mushu jangdan keyin musulmonlar Rasululloh dunyodan ketgan qadar mag'lub bo'lib qolmadi. Nimishqa buni masalaning mohiyatini qana qilgandi, tushungandi. Hasbunallohu va ni'mal vakil degan oyat ilgirki darsda o'tgan oyatning odatdagi bir ifoda emasligini biz tushunib yetdik bugun. Oddiy gap emas ma'lumchu. Bu bunda eğizdiler. Dep koyduğallan bir gap emas odatdagi. Belki insan o'zining kimligini, turayotgan sapning, mengayotgan yo'lning qanday yo'lligini tushungan vaqtdagi ichki his tuyg'usiningki sertifikatlanishiki butun gavdasini buningga cho'ng davlatga, cho'ng davlatga emas, bu kuchlarga emas, Alloh qilam tayagan, Alloh qilam tirigan, mening faqat orqamda Allohlam bor degan tushunch 100% bo'lgan vaqtda eg'izini chiqadigan ifoda. Shunlashqa İmam Ja'far Sodiq hamma bilamiz, Ali Baytning ichidagi Qur'onni eng tushunadigan olimlarning birisi, Qur'ondagi inchik sirlarni yakunlab chiqishlar mashhur bo'lgan imomlarimizning birisi. Mushu hasbunallohu va ni'mal vakil oyati haqida nihoyat go'zal bir yakundan birini chiqargan. Bu yakunning xulosasi ma shaklda, ya'ni insonga hayotda har xil qo'rqinchlar kelib turib deydi. Qo'rqinish degan nima bo'lsa, o'zimiz bilimiz bir manbasi iniq, ko'z oldimizga kelib qolgan, bizning rohatimizni buzadigan, bizga mayli ruhiy yoki jismoniy yoki moddiy ma'naviy bir zararni beradigan. Mana shu vaqtda bizning oromimizni buzadigan har qanday ish nima? Qo'rqinch. Mashta qo'rqinchga kelib qolgan har qanday odamning hasbunallohu va ni'mal vakil demikinga hayronman da'vatidir. Nima uchun? Chunki son kelgan qo'rqinch har qancha ko'p, har qancha katta bo'lib kelsin, atrofdagi oddiy manbalardan kelganlik. Inson manbaga asosida kelgan qo'rqinch. Ammo sening orqangda seni doim har qo'rqinchdan qo'g'dab turadigan bir Allohning borligini unutmaganingdir. Bu yüz berayotgan seni qo'rqitayotgan ishlarningmi Allohning ilki ekanligini bilganingda sen o vaqtda
hech narsani qo'rqmaysan. Buning aniq ifodasi Uhud urushida ko'rilgan. Musulmonlar o kadar xafalık o'tkazdi. O kadar xatolik o'tkazganlik tufayli masalani tushundi va o'zini Alloh qilam atidi. O'zini Allohning yo'lidagi kishilar bizga Allohdan boshqa yordamchilar yo'q dedi. Hemen natija darhol tizlam arkasından keldiki fanqalabu bi ni'matin min Allohi va fadlin. O kadar qo'rqinchlar ne'matga aylandi. O kadar qo'rqinchlar fazl marhamatga aylandi. Boshqalar qo'rqitayotgan o qo'rqinch havoga aylandi, ya'ni unda qilgan vaqtda. İşte Allah o qo'rqinchning o'rniga ne'mat verdi. O qo'rqinchning o'rniga o'zining fazl marhamatini atadi. Bu yerda İmam Ja'far Sadiq oyatlarni bunda shaklda tahlil qilishda o'zini kimning o'rniga qo'ydi desa, Allah subhanahu va taolo so'zlayotgan va o'zini anlayotgan kishining o'rniga qo'ydi. Amaliyotda to'g'ri. Shunga Qur'oni Karim bizga va iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu va ansitu la'allakum turhamun degan buyruqni qiladi. Sura A'rofningki 204-oyatda. Chunki so'zlayotgan Qur'on anglayotgan vaqtimizda so'zlayotgan Allah so'zlayotsa biz boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lish bu amaliyotda ayb. Insonlar o'rtasida qishimizda bir odatdagi bir inson gap qilyapsa, gapini pisand qilmasdan, quloq solmasdan boshqalarni qilishning o'zi ayb bo'lgan bo'lsa, endi Xoliq, bizning egimiz, Robbimiz so'zlayotgan yerda bizning boshqa gap tabiiy. Unda o'g'andan Qur'onni agar Alloh mana shu an so'zlayotdi degan tuyg'u bilan muomala qiladigan bo'lsak, bizga nisbatan hasbunallohu va ni'mal vakilning o kadar siyriga ega bo'lishi, o kadar kuchga ega bo'lishi ajablanarli emas. Endi mushu munosabat bilan İmam Ja'far Sadiqningki mushunga o'xshagan bir qancha munosabatlarga asos mazmunga munosabatli ko'rmasmi, lekin biz o'rtaga qo'yib ifodalamoqchi bo'lgan bir nuqta bo'lmaydi-ku. Ya'ni sen o'zingni Allohga terigan vaqtingda sen qo'rqinish olmaydi degan shaklda, mush shaklda Qur'ondan olgan bir bo'lak istinbot yakunlari va natijalari va isl mazmunlari va bir deb o'tib ketib qolaylik. İmam Ja'far Sadiq yuqorida qo'rqinishning gapini qilib bo'lgandan keyin qo'rqinishning davosini hasbunallohu va ni'mal vakil deb bo'lgandan keyin nima deydi u desa? Nima deydi desa? G'am masalasini tilga oladi. Insonga bir g'am tushdi. Mu'min bo'lish sifati bilan bu inson Allah subhanahu va taoloning la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin degan oyatiga bormag'inga men hayron deydi. Qo'rqinishning manbasi ini qiladi qarindoshlar. G'amning manbasi ini emas. G'am degan nima desa, ichki dunyomizdagi bir xil jiddiylashish. Sababini uqmaymiz. Nima uchun? Ishqi bir qora kun. Qalbimiz siqiladi. Bir xafalık kelayotgandek manda bir g'am bo'ladi. Mushu g'amning doğrusini Sura Anbiya'nınki 87-oyatidagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin degan oyatni buning doğrusida aytadi. Bu oyat Yunus alayhisalom biliqning qusqiga kirib ketgandan keyin o'qigan oyat. Ey Allah, senden boshqa iloh yo'q. Men seni pak deb o'ylayman. Men o'zimga zulm qildim. Men g'amning doğrusini bu davatadi. Nima ish qadisa? İmam Ja'far Sadiq mush oyatning arkasındaki oyatni bunun dalil qiladi. Xuddi bu oyatdan ilgirki mazmunda hasbunallohu va ni'mal vakilninki natijasida qanday ko'rildi? Fanqalabu bi ni'mati minallohi va fadlin bilan ko'rindi ya. Shuna hasbunallohu va ni'mal vakil dedi. Şu aman Allah ularninga ham holatni darhol o'zgartib berdi. Ular Allohning ne'matini ep qaytdi, Allohning fazli marhamatiga erishdi. Ular hech qanday yomonlik yetmadi dedi ya. Qo'rqinchlikning doğrusu hasbunallohu va ni'mal vakil dedi ya. Endi mavo g'amning doğrusu. Çünkü ayetning kendi kılım ayette 88-oyatda Sura Anbiya'nınki Allah derhal qanday ifoda bildirgulik bir yerde fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Biz onun duasını icabet kıldık ve onu g'amdan qutqazdık dedi. O'ylashing mumkin. Bu Yunus alayhisalomga xos bir ish bu. Deyishing mumkin. Yo'q. Bütün mu'minlar bu duoga mukallaf. Her qanday g'am g'ussini bu duo bilan hal qila oladi. Shunga oyatning oxirida va kazalika nunjil mu'minin. Qaranglar, biz shuningdek mu'minlarni qutqizamiz deyotdi. Yani mu'minlar bu duo bilan o'zlarining g'am g'ussalarini hal qilsa bo'ladi. Bu bugungi darsimizda munosabat bilan İmam Ja'far Sadiqningki ikkinchi
isil cevherlerden birisi. Üçüncü cevher İmam Cafer Sadık'ın ki şu ayet kelimelerden ağan yaküllerden deydi o. Başkalarının hile mikirsiga uçurap, başkalarının tozaklarına uçurap, Allah subhanahu ve ta'ala'nın ki ve ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad degan ayettige bağmagan, şununla tayanmagan, şununla iltica qilmagan insanda men hayran davadıdı. İşlerimden hemen Allah'a tapşırdım. Allah benlerini görüp turgucu. Sura Gafir'ninki 44. ayet qarindaşlar. Çünkü ayetinin ahırsı kenedilen Allah subhanahu wa ta'ala deydi fevaqahullahu seyyiati ma mekaru. Ulanın hile mikirlerinin yamanlıqıdan Allah onu saqıldawadıdı. Demek başqalının hile mikirisi uçurğa vaqtında bu ayet sana nispeten doğru, sana nispeten bir açqoç. Hile mikir degen nima dese başqalı sana yamanlık qilish maqsadi bilan qilgan suiqasd hile mikir oludu. Ama hile mikirge nispeten karşı kullanılan tedbirin umum mikri ile lekin o anındaki yaman hile mikir emas, belki yaxşı hile mikir oludu. Bunun yaxşı hile mikirleki Sura Şu Gafir'ninki, Sura Fatir'ninki 43. ayette وَلَا يَحِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. Yani bunda yaman suiqasd hile mikirler öz ehliga qaytı deb Allah bunga ishorat verdi. Qaytırıp berish kerak ularga. Vallahu hayrul makirin dedi. Bizge suiqasd qilgan, hile mikir qilganlarning hile mikirsini o'ziga qaytırıp bersak, buningda biz hile mikir qilgan bo'lmaymiz. Ammo shu nuqtani tushunish kerak. Yuqorqi olib kelayotgan istinbotlarimizga o'xshash, yakunlarimizga o'xshash, mu'min madam Allohga to'liq bir ishonch bilan Allah mening orqamda bor, har doim men Allohning ko'z oldida, men Allohning kuzatishida, men Allohning parvishida degan bir iymon o to'liq kelgan vaqtida bu şekilde Allah subhanahu wa ta'ala bizga ochqishlarni berdi. Qo'rqinishning ochqichi hasbunallohu va ni'mal vakil. G'am g'ussining ochqichi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Başqalarının hile mikirsiga uçurgan vaqtdagi bunun qutulishning ochqichi bo'lsa va ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Bu yuqoridagi 3 ochqish nəhayət güzel ochqish. Yana İmam Cafer Sadık'ninki bu güzel önçiler tükümüdü. Dördüncüsü de İmam Cafer Sadık deydi, yani insan psixik karakteri, insanın ruhiyatı gibi bir intiliş oldu ya, insanın mal dünyaga intili dendi. Mal dünya intilip, mal dünyaga erişişini halap, Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki "Ma şa'allahu la kuvvete illa billah" degan sözüge tayanmagan, muşu sözüge iltica qilmagan insandan men hayran deydim. Çünkü ayetning kendilan nimde kelyapti? "In tarani ana aqalla minka mala wa walada fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik." İki bag'isining vaqaligida kelgan ayet. Bir bag'isi nayte bay, zengin yani para var. Yani birisi biraz namrat, balları az, yoki balları yok. Deydi, "Qul maşaallah." Allah haligini buludu. Maşaallah. La kuvvete illa billah. Allah'tan başka hiç güç yok. Mal dünyanı biriş, eliş Allah'ın ilkide. Gerçi sen meni senden mal cehette, balvaqı cehette az tüendep qarasan mı? Belki Rabbim bana senin beğendiğin yaxşısını qana qilishi mumkin, birishi mumkin deydi. Şu ayetin 5'de ayetning 5'ine okusak وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ. Demiş ki beğengi kirgen vaqtda مَا شَاءَ اللّٰهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ demeyse. Ma şekilde deyişki terqib qıvatıdı. Eğer muşununla tayanığa vaqtımızda dünya bizning aldığımızga yugurib keladi. Çünkü sen o vaqtda üzəngni har qanday bir narsaga tayinishni qanday qilgan bo'lsa, chiqargan bo'lsa. Üzəngning qilgan tadbirlarga tayinishdan, qilgan tijoratlarga tayinishdan, qilgan sabablarga tayinishdan chiqargan bo'lsa, masalani Alloh qo'ygan bo'lsa, Alloh har narsani berishga nima qodir. Demak, inson ruhiyatiningki taraflari bayatni degandek qo'rqinch. Ve bunun doğrusu hal qilish chorasini İmam Cafer Sadık'ın gapidan sizlarga bayon qildim. G'am
Bunun doğrusu ve hal qilish chorasini İmam Ja'far Sadiq'ninki Qur'ondan olgan yakuni bo'yicha buni bayon qildik. Boshqalarning hiyla mikrisi, suiqasdi va buning hal qilish chorasi, dunyo, saodat, baxt izlashning hal qilish choralari hammasi yuqorqi so'zlangan mazmunlarda bayon qilindi. Bizning bugungi darsimiz bo'lsa dal mushuniki birinchisi qo'rqinch masalasi va buningki hal qilish chorasi. Mu'minlarga o qadar qo'rqinchni soldi shaytonlar. Chunki mu'minlar atsi Uhud urushidagi mag'lubiyatiga tanbamasdi. Mag'lubiyat olgan odamning ruhi chiqib ketadi. Rasulullohning buyrug'i, Allohning buyrug'iga ishonch qilgan asosda dushmanning keynidan qo'g'lamoqchi bo'lib tayyorlik qilayotgan vaqtda qarish taraf shaytonlarni avatdi. Shaytonlar musulmonlarga vasvasa qila boshladi. Voy, ularda andoq bundoq qo'shin bor ekan, bundoq odam to'plab bayatni dedim bu sizlarga. Ammo tunukunki tajribadan olgan savoq, tajribalarga asosan va tushungan bu yo'lning prinsiplariga asosan o'zining keynida Allohning borligiga to'liq ishonch qildi va buning ifodasi bularning tilda ifodalandiki, bular hech qo'rqmadi. Chunki har qancha qo'rqinch bo'lib kelsin, o'zining keynidagi kuchning oldida hech narsa emas. Bular nima dedi? Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi. Natijada Alloh subhanahu va taolo fanqalabu bi ni'matin minalloh va fadlin, Allohning ne'matiga va fazli marhamatiga qana qildi, erishib qaytdi. Hech qanday bir zarar bularga yetmadi. Oyatda ne'mat bir ifodasi va fazli marhamat ifodasi va ne'mat degan nima desa, qilgan ishingga tushliq bir narsaga erishishing bu ne'mat. Fazli marhamat qilgan ishingdan ortiq bir narsaga erishsang, mana shu vaqtda sen haqli olmagan bir narsaga erishgan bo'lsang, bu nima bo'ladi? Fazli marhamat bo'ladi. Chunki mu'minlar bu yerda ajoyib buyuk bir narsaga erishdi. U o'simi Allohning ishonchi, Allohning muhabbati, bu dinning haqiqiy prinsipi tajriba savoq qilishdi. Bu bir. Ikkinchisi, jangda mag'lub bo'lgan odamning ro'yi favqulodda tushib ketdi. Kayfiyati tushib ketdi. Ammo bular dushmanning keynidan qo'qlab berib, ya'ni mana shu vaqtda mag'lub bo'g'uchi bo'lib qaytmadi. Balki g'alaba qiluvchi bo'lib, dushmanni qo'g'lagan bir shaklda andan keyin qaytib keldi. Bu bularga nisbatan Alloh subhanahu va taoloninki bergan ne'mati, fazli marhamati. Chunki bular vattaba'u rizvanalloh, Allohning roziligini ko'zlab qildi bu ishlarni. Alloh buyuk fazli marhamat egisidir. Bayatni deganimizdek ahvol asli qanday bo'lgan, nima bu shaklda o'rtaga chiqqan desa, chunki dushmanlar dedim bayatning o'zlarining shaytonlar orqali mu'minlarni qo'rqatdi. Buni Alloh subhanahu va taolo 175-oyatda til qilib deydi: "Innama zalikumu shayton yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Faqatlam yuqoridagi ahvollar asli bunday bo'lgan. Shayton mu'minlarni, ularni, ya'ni sizlarni xitob mu'minlarga o'xshash sizlarni o'zlarininki odamlaridan, avliyolaridan qo'rqitdi. Ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Agar haqiqiy sizlarning bo'lsanglar, mu'min bo'lsanglar. Balkim bu oyatdagi mazmunlarni biz ilgirki mazmunlarda oyatning darsimizning 5-dan hozir qadar jiq so'zlab bo'ldik. Ortiq so'zlash hojatsiz. Faqat nima desa, shayton ba'zida shayton suratida keladi, insonning ma'naviy ruhiyatiga, ba'zida inson suratida keladi. Insondan bo'lgan shaytonlarni avatadi, musulmonlarga vasvasa soladi, qo'rqitadi, ammo mu'minlardagi iymon ularning qo'rqitishlariga nisbatan hasbunallohu va ni'mal vakil degan shaklda nimada javob berdi. Bu yerdagi oyatning bir sizlarga deb qo'ygan bir mazmun bor, shuni devitib bo'lgandan keyin andan to'xtatamiz darsimizni. Oyatda shayton qo'rqitdi degan qurilmada o'zining avliyolaridan deb tarjima qildik. Ya'ni shaytonning avliyolari derken, ya'ni shayton odamiy shaytonlar, shaytonning yo'lini tutib mangan birisi Madinadagi munofiqlar, Makkadan kelgan mushriklar, yahudlar, hammasi shaytonning avliyolari hisoblanadi. Madinada qarasak, o'zining avliyolarini qo'rqitdi degan ma'no chiqdi. Ba'zi mufassirlar shu shaklda ilg'liq. Ya'ni o vaqtda Madinadagi munofiqlarga qaratildi mazmun. Madinadagi qilib qolgan munofiqlarni bunday jangga chiqma, undaq o'lib ketsa deb qo'rqdi deb tushunsak bo'ladi. Lekin
biz bayon qilayotgan mazmunlarga binoan bu yerdagi yuxawwifu awliya'ahu grammatika nuqtadan awliya'ahuni biz maf'ulun minhu deymiz. Din, tin ma'nosini tarjima qilamiz. Ondan keyin birinchi to'ldiruvchi tashlangan bo'ladi. Ya'ni sizlarni özlerininki evliyası olgan Mekke'den kelgan müşriklerini qana qiladi, qo'rqitdi degan tarjima qilsak eng muvofiq bo'ladi. Chunki oyatning oxirisi fala taxafuhum ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar degan mazmun buni mush shaklda mazmun olishni ta'kidlaydi. Ammo ne deb qo'shimizning sababi chunki ba'zi mufassirlar o'zining avliyalarini qo'rqitdi degan shaklda tafsir qilganlar. Şun qarindoshlarimizningki a nuqtada bir xato tushuncha kelib qolmaslik uchun biz ma'ni alohida askar tuqishimizning sababi arabcha o'qimagan qarindoshlar tushunmaydi tabiiy ba'zi nuqtalarni, lekin shuna olsin bir ortiq mazmun sifatida deb qo'ydik. Buning misoli vaqtara Musa qavmahu 70 rajulan deb sura Arabda bir oyat va Musa o'zining qavmini tanladi emas, qavmiddin tanladi emas. Maf'ulun minhu grammatik kitoblarda bak so'zlanmaydi. Başlangıç seviyedeki grammatik kitaplarda pek sözlenmeydi. Muhtara Musa kavmehudan asıl min kavmihi mayadamu yukhawwifukum min awliyaihi degan şekilde qana qilsak bo'ladi, tushunsak bo'ladi. Çünkü eğer başka müfessirler degandek o'zining avliyalarini, yani Madinadagi munofiqlarni qo'rqitdi desa, Makkadan kelgan müşriklar buning avliyasi emasmi? Bu bir nokta. Ularni nima qo'rqitmay, ularni nima urush qilib keldi bu ikkinchi nokta. Andigan oyatning oxirisidagi mu'minlarga qilingan xitobda siz uldan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar degan xitobning ne munosabati va degandek bir savollar chiqdi. Shunga biz shu shaklda tarjima qilib, shu shaklda tushuncha oldik. Ya'ni taxmin bir qitim xulosalasak, shayton mu'minlarni, sizlarni demakchi. Sizlarni o'zining avliyolardan, o'zining yoralaridan Makkadan kelgan mushriklarga o'xshash qo'rqitib, ularning kendini qo'g'lamaslikqa, ular urush qilishga jur'at qilmaslikqa chaqiradi, lekin sizlar yuqoridagi hasbunallohu va ni'mal vakil degan so'zinglardagi, ifodanglardagi shu iymoninglar bilan mendan qo'rqinglar, ulardan qanday qilmanglar, qo'rqmanglar. Alloh subhanahu va taolo shu vaqtda sizlarga qalbi nusrat ato qiladi. Haqiqiy mu'min bo'lsangiz, chunki mu'minlikning ifodasi bu degan shaklda Alloh subhanahu va taolo bu oyatni qana qildi, oxirlashtirdi. Biz bugun vaqt munosabati bilan darsimizni mushahada oxirlashtiramiz. Keyingi soatlik darsimizda yani 176-oyatni so'zlaymiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Keyingi soatlik darsimizda ko'rishguncha hammanglarni Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.